Hammaga assalomu alaykum. Avto Prestige obunachilar. Mana ko'pchilik kutgan avtomobilimiz yetib keldi. Xudo xolasa, Back BG60 avtomobili bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz to'liq gibrid avtomobil. Mana bunaqa o'zini paruklari chiqadi. Salon takoy чисти naturalniy ko'jalardan foydalanilgan. Mountlariga xabar beradigan bo'lsak, bu yerda napa ko'jadan foydalanilgan. Также bizning sidenimizda o'zini pamять sideniyalari bo'ladi. Ichki salon qismlari hamma ko'jada, head-up display. Yo'llari ham juda yaxshi. Skripka monitorlari yo'q. Holatlari zo'r. 3 qatorli bo'ladi. Avtomobilimiz panorama tom hamda lyuklari ham bo'ladi. Start stopda yoqiladi. Do'stlar, agar shu avtomobil kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Avtomobillarimizning soni cheklangan. Nega desanglar, chunki bu avtomobilimiz o'tgan oyda tugagan, mana kecha kirib keldi. Уже bularga zapat tashab, zalog tashab, уже bron qo'yganlar bor. Shoshilinglar do'stlar. Ushbu avtomobilimizni hozir qoraga hamda молочный, темно молочный, песочный кофейный rasvetkasi bor. Akustikalar Infinity akustika bo'ladi ushbu avtomobilimizda. Hamda nalichida yana keladigani, xudo xolasa, buni oq rasvetkasidan keladi. Mashinam bahaybatligiga e'tibor beramiz.